O'g'il ko'rmoqchi bo'lganlar uchun foydali ma'lumotlardan bittasidan aytishga harakat qilaman sizga. Birinchisi, ovulyatsiya kuningizni hisoblashimiz kerak. Ya'ni bu taxminan hayzimiz o'rta sikliga to'g'ri keladi. O'rta kunlariga. 28 kunlik sikl bo'lsa, taxminan 13-14-kuniga to'g'ri keladi. Buni uy sharoitida bilmoqchi bo'lsangiz, bazalniy temperaturani o'lchashingiz kerak. Bazalniy temperaturani o'lchaganingizda 37 dan ozgina oshadi. 37.1, 37.2 chiqqan paytda ovulyatsiya bo'lgan bo'lasiz. Qolgan paytda 36.8, 36.9 bo'lib turadi bazalniy temperatura. Aynan ovulyatsiya paytida yuqoriroq chiqadi. Bu bir. Ikkinchisi, test bor. Aptekalarda sotadi. Test na ovulyatsiya deydi. Xuddi homiladorlik testiga o'xshab qilinadi. Ikkita bir xil qizil yonganda homiladorlik testiga o'xshab. O'sha paytda haqiqatan ovulyatsiya bo'lgan bo'lasiz. Bu ham to'g'ri narsa. Uchinchisi, folikulometriya qilasiz. Ya'ni folikulometriya qilganingizda siz aynan qaysi tomoningizda yorildi, qanaqa yorildi, endometriy qavatingiz tayyormi, hammasi haqida sizga uzi vrach to'liq aytadi. Yorilgan kuni birinchi mana masalan bugun yorildi deylik, shu kuni qo'shilsak, boshidagi soatlarda, ya'ni hozir yorildi, 3 soat, 5 soat mana shu kunni o'zida qo'shilsak, o'g'il bo'lish ehtimoli oshadi anchaga. 100% yilmaydi, lekin oshadi ancha. Chunki Y hujayramiz o'z organizmda yashashi juda ham qisqa vaqt, juda ham qisqa. X hujayramiz 72 soat yashaganligi uchun u bemalol, u sekin turbaga qarab ketayotgan bo'ladi, turbaga yetib olgan bo'ladi. Lobni chiqgan folikulga kelib, qo'shilib zigota bo'lib, o'sha qiz hujayra bo'lib sekin matkaga kelib qaytadi. Вот Y da bo'lsa, o'sha kuni qo'shilganingizda Y hujayra juda ham chaqqon bo'lgani uchun tezligi juda ham baland, yuguradi birinchi bo'lib. Yorilgan tuxumga borib, urug'lanib, keyin birga qaytish ehtimoli juda ham yuqori. Shuning uchun ovulyatsiya bo'lgan kunida ko'proq ehtimol o'g'il bo'lish farzandi bo'lishi ehtimoli juda ham oshadi. Bu videoni barcha o'g'il ko'raman deb niyat qilganlarga jo'natib qo'ying.